Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bir fermer akamiz shunaqa yer ko'ylaydigan bug yasab bering dedi. Mana yasab tugatdik. Asosan yer sug'orishga mo'ljallangan kapelnisalardan foydalanib sug'oradigan yerlarga bunday ko'llar ichiga gulbin nasos tashab basseyniga to'plab kapelnisa orqali sug'orishga mo'ljallangan. Bu turbamiz 160 lik turba. Sinov tariqasida sinovlarni o'tkazib ko'rdik. 5 minutga yaqin vaqtda oxirigacha ko'lab kirib ketdi. Oddiy qo'lda burash orqali. Bu ichiga to'playotgan turpoqlarni tashqariga chiqarib qoqladi. Qoqib tashlasa ichidagi turpoqlar chiqib ketadi. Bu har 2 metrda bittadan choki bor. Mana joydan ajraydi bu. Bir kirgizib kirish kerakmi? Kerakli kungacha ular ketish mumkin. Shunchalar qalin do'stlarni yasab yo'ladi. Bu joylardan bo'lgan bilan qadrilib mahkamlanib ketilmoqda. Bundan tashqari bu yoqda yangi bo'lim ham bor, ruchkasi. Zajim yo'shatib qo'ydik. Mana baquvvat tashlaymiz. Bu ajraydiga olgan joydan solib aylantirish mumkin. Faqat qo'lda aylantiradi. Medar keladigan bo'lsa 160 diametrdagi turba. Uzunligi 50 sm. Zubi bilan qo'shganda 63-64 bo'lyapti. Shu kunida bitta ko'ylab turib ichidagi turpani demak qoqib tashlasa keyingi ko'ylashni davom ettirish mumkin. Kimlargadir shunaqa shunday o'xshash narsalar kelsa, murojaat qilasiz.